Greenleaf bo'lmaydi, Greenleaf bir tiyinga qimmat, hamma joy negativ bo'lib yotibdi, hamma yomonlab yotibdi degan gaplarga bugun ozgina o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Bilasizlar, istalgan sohada, istalgan yo'nalishda negativ har doim bo'ladi. Ayniqsa mevali daraxtga tosh otiladi deyiladi. Nima uchun? Mevasini qoqib yeyish uchun. Terak daraxtiga sizlar ko'rganmisizlar, qachondir tosh otib nimadir olishganini. Terakni ekkan odam hatto o'zini natijasini ko'rmaydi. Uni nevaralari yoki uni bolalari uni kesib keyin sotib pul qilish mumkin. Lekin mevali daraxt ekilganidan keyin ozgina muddatdan keyin o'zini mevasini berishni boshlaydi. Greenleafda ham xuddi shunaqa. O'sha mevani ololmagan insonlar yoki bu kasb ularga to'g'ri kelmagan insonlargina shunaqa negativ fikr bildirishi mumkin. Masalan, men kofeni umuman yomon ko'raman. Shu paytgacha og'zimga ham olmayman, chunki uni даже mazasidan oldin hidi menga yoqmaydi. Bu degani kofe yomon narsa degani emas. Balki kofesiz siz kuningizni tasavvur qila olmaysiz. Uni aromatisiz, uni shu mazasiz, o'zingizni yengil his qilmaysiz. Bu degani kofe yomon degani emas. U shunchaki menga to'g'ri kelmadi, lekin siz u narsadan mazza qilishingiz mumkin va kofe yaxshi narsa degani. Greenleafda ham xuddi shunaqa. Ko'pchilik o'zi hali oxirigacha tushunmasdan, bilmasdan turib fikr bildiradi. O'sha narsani yaxshi yomonligini bilishdan avval u narsani tatib ko'rish kerak. Yaxshilab oxirigacha bilish kerak. Bugun Greenleaf haqida noto'g'ri fikrga borayotgan insonlarga shu videoyim yetib borishini xohlardim. Siz avval Greenleafga keling, ko'ring, mahsulotlarini tatib ko'ring, Greenleaf marketingini yaxshilab tushuning va yaxshilab eslatib o'taman. Siz birov kelib shunchaki hamkor bo'lib, meni ishim yurishib ketadi deb o'ylash emas. Yaxshilab marketingni tushunib, yaxshilab harakat qiling va keyin o'zingizni fikringizni bildiring. Boshqalarning fikriga uchib xulosa chiqarish bu eng noto'g'ri narsalardan biri. Albatta bu meni fikrim. Sizlar ham o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldirsanglar xursand bo'laman.